Mana biz Forig holiga keldik. Hozir video syomka qilamiz. Quradigan joylarimiz, kartalari mana bu yerda. Uchastkalarimizni ham ko'rsatib o'rgan. Yani qurayotgan uchastkamizni qolgan anaqasini proyektni. Mana proyekt chiqdi endi. Mana bizning qurayotgan proyektimiz mana shu. Mana endi bu yerda ko'ramiz. Bu yonimizdan olsangiz ko'rinadi. Biz umumiy maydonda hozir 20 ga 20 joy proyekt qilyapmiz. 20 ga 10 bitta proyekt, 20 ga 10 ikkinchi proyekt bo'ladi. To'g'ri. Darvozaxona joylashuvlari, kirish, avval tuzilgan tushishlari. To'g'ri. Xonamizda birinchi qavatda spalni, hol, kuxnya, zal mavjud. Podvalga tushish zina bo'lmagan joy, zinaning teng kladovka qo'yamiz hozir. Sanuzel общий sanuzelimiz bor. Biz bir imoratning tengini faqat kuxnyaning tengini kotelni qilyapmiz xolos. Nimagaki qo'shni uyiga ziyon yetishi mumkin. To'g'ri. Podval yo'q bino ekan. Shuning uchun o'zini alohida olib, katlaman xohlaganda ishlasa bo'ladi. Qulayliklar mavjudda bizda. Bu yerda zinaga tushib keladi, eshik tashqariga ochiladi. Oynasi bor, qilsa bo'ladi. Bitta savol. Nechta kolonna tushyapti hozir? Kolonna bitta uchastkamizga, bitta tarafini o'ziga. Bir tarafini o'ziga 13 ta tushadi-da. 4 ta. Hozir mana bu devordan tushayotgan kolonnami? Ha, devordan tushadi. U yer tagidan chiqib borish shart emas uni, devorga mana ma'lum balandlikdan tepada ketadi. Shuning uchun bu devor chizilmagan, bu devor. Bu devor chizilganlari yerto'ladan chiqib keladi. Yerto'ladan chiqadigan nechta hozir bizda? Bizda 5 ta. Chiqadigan 5 ta hozir. Shanba, chorshanbalarga xudo xohlasa ishimiz hal bo'lib qolishi mumkin. Xohlasa. Fasadlarni ko'rsatib o'raveradi. Fasadlarni ko'rsatib oling. Yaqinroq olib. Xohlasa hujjatga dushanba topshiramiz. Xohlasa joyga xulosa olsak, qolgan rabochiy proyektlarni tahlil berib, kitobingizni chiqarib berib, ustalaringizga o'zingizga chiqarib berasiz. Mana buni sizlarga ko'rsatayotganimizdan maqsad kelasizlar, proyektchilarga uchrashasizlar, mana shu narsalarni o'zingizlar kelishib olasizlar. Sizni kelishgan holatingizni bular ertaga chizib beradi. Ertaga sizlar bularga pretenziya qilmasligingiz uchun siz o'tirib birga bo'lishingiz shart. Ko'rib olganingizdan keyin bular chizib dokumentni hokimiyatga topshirishadi. Hokimiyatdan pechat bosib qaror tasdiqlab bergandan keyin uyga qurishga haqqingiz bor. Ana o'shaning uchun bularga uchrashish, video qo'yganimizning sababi shu. Bilmaydigan odamlar bilib olishi uchun video qo'yamiz. Sog' bo'ling.